ijtimoiy tarmoqlarda mening shifokorim deb qidiring. Shifokoringizni tanlab, o'z savollaringizni yo'llang. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Assalomu alaykum, mening shifokorim podkastini tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar. Bugungi videomiz orqali siz qanaqadir ma'lumot yoki dardingizga shifo topsangiz, bizni asosiy maqsadimiz aynan shu bo'ladi va maqsadga biz erishgan bo'lamiz. Bugun studiyamizda kim desangiz, yurak va qon tomirlari jarrohi, kardio xirurg desa ham bo'ladi. Kardio va angioxirurg desa ham bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Muhammadziyo Asqarov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhammadziyo, O'zbekistonga xush kelibsiz. Rahmat. Keling, Muhammadziyo o'zi qayerda edi? Nima qilayotgan edi? Endi men yoshligimdan orzu qilardim chetda o'qishni. Shuni o'ylab kelardim, niyat qilib kelardim. Shu bilan o'qishni bitirgandan keyin, akademik litseyni bitirgandan keyin Rossiyaga ketdim, o'qishga topshirdim, Rossiya Novosibirsk shahriga. Aslida bu yerga borishdan maqsad Novosibirsk shahrida akademik garodok degan joy bor. Ya'ni nima uchun nomi unaqa? O'sha shaharchada urush davrida, Ikkinchi jahon urushi davrida akademiklarni saqlab qolish maqsadida professor, dotsentlar, mana kandidat nauk deydi, shular doktor nauk, fanlar doktor, shularni saqlab qolish maqsadida Sibirga jo'natishgan. Ya'ni Sibirning Novosibirsk shahriga. Chunki Novosibirsk umuman olganda yosh shahar hisoblanadi. 100 yildan ortiq bo'ldi xolos paydo bo'lganiga. O'sha kelgan akademiklarni bir joyga jamlash bo'lgan maqsad. O'sha maqsadda akademik garodok qurilgan, ya'ni akademiklar shaharchasi. Ya'ni u yerda professorlar, bularni hammasini bir joyga jamlagan. Ular uchun, ular yerda o'z faoliyatini olib borish uchun, darslar berish uchun institutlar, universitetlar qurilgan. Ya'ni bir ham akademiklar yashaydigan bir shaharcha bo'lgan, ham talabalar uchun haqiqiy talabalar shaharchasi bo'lgan. Lekin shahar markazida ham institut, universitetlar, oliygohlar ko'p. Shaharga tibbiyot institutiga topshirdim, tibbiyot institutini bitirdim. U orada haligida o'zingizga bundan oldin aytib o'tganimdek viloyat shifoxonasida koloproktologiya bo'limida ishladim. Yerdan chiqib birorta bir spetsialist bo'lish uchun, узкий spetsialist olish uchun o'sha akademik garodokda Evgeniy Nikolaevich Mishalkin degan kardioxirurg o'tgan. Bu inson SSSRda kardioxirurgiyani pioner deydiku, so'z borku, birinchi boshlagan insonlardan hisoblanadi. Shu insonning nomiga bir klinika ochilgan. Aslida bu klinika yurak va qon tomir jarrohliklariga ixtisoslashgan klinika bo'lsa, hozirgi kunda onkologiya, neyroxirurgiya va asosan eng ko'p operatsiyalar yurak va qon tomirlarida qilinadi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Qiziqarli bir o'zim uchun o'sha joyda faoliyat olib borishni boshlaganimda bir qiziqarli fakt bo'ldi. Bizda endi ko'pchilik biladi, Moskvada Bakulov nomida bir kardioxirurgik klinika bor, juda ham katta. Ana shu Bakulov nomidagi kardioxirurgik klinika, o'sha Bakulov degan inson o'sha Mishalkin degan insonning ustozi bo'lgan. Ya'ni taqdir shunaqa bo'lgan ekanki, ustoz va shogird nomlariga ikkita, umuman bittasi Yevropa qismida Rossiyada, ikkinchisi Osiyo qismida ikkita kardioxirurgik katta klinika olib borilgan. Bir paytlar bizni birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ham mazalar qochganda aynan o'sha Bakulov klinikasidan mutaxassislar kelgan, qo'ldan kelgancha endi yordam bergani kelishgan. Hozir bir savol tug'iladi, fikringizni bo'ldim, uzr. Siz va men yoshimdagi aksariyat shifokorlik yo'nalishini tanlaganlar bunaqa murakkab yo'nalishni tanlamaydi. Nima uchun aynan murakkab yo'nalishni tanladingiz? Yo'nalishni murakkabligini tanlangani avvalo shunga qiziqish bor edi o'zi aslida oldindan. Shu yo'nalishga qiziqish bo'lgan. Ayniqsa men o'sha institutga topshirish paytimda aynan kardioxirurgiya quloqqa ko'p chalinganda. Sizda bo'lsa o'sha paytlari bu endi 2013-yillarda Ukrainaga ko'pchilik o'qishga ketgan. O'sha yerga borganlarning ichidan
falonchi kardioxirurg bo'libdi, pistonchi ham kardioxirurg bo'libdi degan narsa eshitilganda va hayolimda shu narsa xuddiki, ha, demak bu zo'r yo'nalish ekanda, qiziqarli ekan degan narsa bo'lgan. Lekin qanchalik qiyin yo'nalishligini to'g'risi bilmaganman. Bu paytda aqlim yetmagan. Endi shu o'qib 6 yil aytaylik tibbiyot institutida o'qilsa, qo'shimcha yana o'sha tibbiyot institutini bitirib shu yo'nalishga kirib ketilsa kerak degan fikr bo'lgan. Keyinchalik oradan yillar o'tdi. Yillar o'tgandan keyin tibbiyot institutida o'qigan paytimda qanchalik jiddiyligini tushundim. Endi nima uchun aynan shu yo'nalishga keyinchalik topshirdim? Fikrim endi zo'r bo'lganligi uchun, ko'pchilik topshirganligi uchun degan fikr bo'lmadi. Bu yerda boshqa fikr oldinga chiqdiki, bizda Farg'onada, Andijon, Namanganda bu yo'nalishda ishlaydigan shifokorlarning soni kam. Sababi bu uzun yo'l bosib o'tish kerak edi. Keyin aytdimki, imkoniyatim bor, chetda o'qiyapman, tayyor shu shaharda klinika bor. Shu shaharda klinikada o'qib bitirib 5 yilmi, 6 yilmi, 7 yilmi, 10 yilmi, necha yil davomida yaxshi bir spetsialist kadr bo'lib, o'zim yurtimga qaytib kelib, aynan Farg'onada faoliyat yuritsam, Toshkentda emas, aynan Farg'onada faoliyat yuritsam, qanday bo'ladi? Insonlarning dardiga shifo topish yana ham osonroq bo'ladimi? degan bir savollar paydo bo'ldi. Shu savollarga javob shunaqa bo'ldiki, ha, demak shu yo'nalishni tanlashim kerak, shu yo'nalishda o'qishim kerak deb o'zimga qaror qabul qildim va shu yo'nalish bo'yicha hozir faoliyat olib borib kelyapman. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Endi hozir tabiiy bir savol tug'iladi. Muhammad Ziyo insonlardagi qanaqa kasalliklarni davolaydi? Xo'p, endi hozirgi boshida aytib o'tganingizdek, yurak jarrohligi, yurak va qon tomiri jarrohligi bu juda ham keng qamrovli yo'nalish. Ya'ni qon tomirlari deganda bizda ko'pchilik odamlar varikoz deb xayolga keladi. To'g'ri. Ko'pincha varikoz. Lekin aslida qon tomiri jarrohi varikozdan ko'ra jiddiyroq operatsiyalar qiladi. Bu nima deganda, yurakdan chiqqan eng katta qon tomiri bor, nomi aorta. Agar internetga kirib rasmni ko'rilsa, shu qon tomiri yurakdan chiqqanda bunaqasiga tushgan. Yurakdan chiqib pastga tushadi. Ana shu qon tomiridan buyrakka, ichaklarga, hamma joyga qon tomirlari tarqagan. Ya'ni eng asosiy magistral deydi qon tomiri. Shu qon tomirini aynan qorin bo'shlig'iga aloqador. Qorin bo'shlig'ida ham qismi bor. Shularni protez qilishadi. Sondagi arteriyalarda, hali bizda aterosklerotik blyashkalar deydi, ya'ni yog' to'planib berkilib qoladi, qon o'tishi qiyin bo'lib qoladi. Ana shularda agar stent qo'yishni iloji bo'lsa, ba'zi qon tomir jarrohlari qo'shimcha o'qigan bo'lsa stent qo'yadi yoki ularda ham protez qilib, shunk deydi, obходной путь deydi ruschasiga aytganda, o'sha protez tikib, aytaylik, o'sha yog' qoplab bekitib qo'ygan joyidan xuddiki mana aroqdan suv oqayotganda mabodo suv o'tmay qolsa, yonidan qo'shimcha aroq ochib o'tkazib yuborasiz, xuddi shunaqa shunk deydi. Shunaqangi tomirlar tikib qilishadi. Ya'ni ancha qiyin operatsiyalar bor. Endi kardioxirurgiyaga keladigan bo'lsa, kardioxirurgiya shunaqa yo'nalishki, bu ham bo'linib ketadi, bu yo'nalish. Ya'ni men o'zimni o'sha faoliyat olib borayotgan klinikamdan kelib chiqadigan bo'lsam, o'zim toch arteriyalari va aorta kasalliklari bo'limida ishlayman. Faoliyat olib boraman. Undan tashqari lekin tug'ma paroklar bo'limi bor alohida. Приобретенный пороки deydi, ya'ni hayoti davomida tug'ma emas, hayoti davomida klapanlarda parok bo'ladi ba'zi odamlarda. Ana shu insonlar alohida bo'limi bor bu insonlar uchun, operatsiya qilish uchun va aritmologiya. Alohida ritm buzilishi. Bunaqa bemorlar ham ko'p, soni ko'p, aritmologiya bo'limi alohida. Ya'ni bir nechta yo'nalish bor. Meni yo'nalishim toj arteriyalari va aorta. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Endi qarang, mana dunyoviy statistikaga qaraganda eng ko'p kasalliklar nimadan? Dunyoviy statistika bo'yicha eng ko'p o'limlarni olaylik, chunki bu aniqroq narsada o'lim. Letalniy исход deydi-ku. 55% o'limga olib keladigan kasalliklar bu yurak kasalliklari. Keling shu haqida gaplashsak siz bilan. Savol to'g'ri beribmanmi? To'g'ri. Yaxshi. Nimadan odamlar aynan yurakni nima funksiyasidan o'lim holatiga keladi? Xo'p, ya'ni o'sha yurak va qon tomir kasalliklaridagi o'limni oladigan bo'lsa, ularning ichida eng ko'p o'limlar yurakda o'sha infarkt, o'tkir infarkt sababli bo'ladi. Bunga olib keladigan narsa, buni umumiy qilib aytadigan bo'lsa, o'sha
yurakda ishemik kasalliklari bor bemorlar. Bundan qo'rqmaslik kerak. Ko'pchilik qo'rqadi, o'sha infarkt bo'lib qolishi mumkin ekan. Albatta, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Agar uni vaqtida ko'rsatmasa, vaqtida davolab, shifokorning aytganlarini qilib yurmasa, dorilarni ichmasa, o'zini rejimlari bor, misol uchun ovqatlanishda, hayot tarzini umuman olganda o'zgartirishda. Mana shu narsalarni qilmasa, unda olib kelish mumkin albatta. Olib kelish ehtimoli balandroq bo'ladi. Yana ham aniq aytadigan bo'lsak, infarktga olib kelish ehtimoli balandlashadi. Shuning uchun bu aynan yurakdagi ishemik kasallik ko'pchilik shifokorlarni qiziqtiradi, aynan kardiolog, kardiokirurglarda va umuman kardiokirurgik klinikalarda eng ko'p operatsiyalar soni, misol uchun kuniga 20 ta operatsiya bo'ladigan bo'lsa, kardiokirurgik klinikada ichidan o'sha operatsiyalarning ichidan 40% koronar shuntlash degan operatsiya bor. Bizda xalqda oyog'idan tomir olib ko'chirib yuragiga tikibdi desa ko'pchilik tushunyapti. Shuni koronar shuntlash deydi. Shu operatsiyalarga to'g'ri keladi. Sababi haqiqatda yuragida ishemik kasalligi bor bemorlar soni ancha ko'proq. Bir tushunchaga kelib olish uchun, ya'ni mana yurakka stent qo'yish bor va koronar shuntlash degan narsa bor. Farqi nimada? Yurakka stent qo'yish bu ochiq operatsiya emas. Ya'ni koronar shuntlash haqida gap ketganda, shu oyoqdan tomirni ko'chirish haqida gap ketganda, unda biz endi tilda sternotomiya deydi. Ya'ni mana shu suyak bor-ku. Mana shu suyaklar aralab kesiladi. Yurakka to'g'ridan to'g'ri boriladi. Do'stib ochiladi. Yurak bilan to'g'ridan to'g'ri ishlanadi. Endi stent qo'yishda tomir orqali boriladi yurakka. Tomir orqali boriladi. Stent o'zining ko'rinishi setkali temir narsa bo'ladi. Stent ya'ni o'sha tomir orqali borib, o'sha temircha haligi kichkina holatda bo'ladi, uni kengaytiriladi davleniya yordamida. Haligini kengaytirganda qon tomirlarida toj, aynan yurakdagi toj arteriyalarida to'plangan aterosklerotik blyashkalar, bu nima deganda osonroq tushunish uchun oddiy tinglovchilarimiz, yurakda tomirlarda xullas yog' to'planib qoladi. Ana shu yog' qonni to'laqonlik o'tishiga to'sqinlik qiladi. Agar bir truba bo'lsa, o'sha trubadan suv o'tadigan bo'lsa, agar trubaning ichiga qanaqangidir bir joyga kir yopishib qolsa, bu yoqdan kirayotgan suv ko'pgina, nariga tomondan chiqayotgan suvning miqdori kamayadi-ku. Xuddi shunga o'xshash holat bo'ladi. Stent qo'yganda o'sha kirni ezib prislab qo'yiladi. Shuni hisobiga tomir ochiladi. Koronar shuntlashda yangi ariq ochib qo'yiladi. Ichiga tomirning ichiga tegilmaydi. Endi afzallik tomoni, misol uchun qaysi birini unda qildirgan yaxshi degan savol tug'iladi bemorlarda. Afzallik tomoni deganda, bugungi kunda shunaqangi tibbiyotda, ayniqsa xirurgiyada tendensiya borki, kam invaziv xirurgiya, ya'ni kichkina teshiklar orqali yoki o'sha ignadek keladigan teshiklar orqali, mana hozir stent qo'yish ham, stent qo'yish ham kichkina teshik orqali bo'ladi. Yoki endoskopik yo'llar, mana laparoskopda 3 ta teshik qilinadi, mana eshitamiz, hamma grijam operatsiya qildirdim desa, shunda 3 ta teshik qilar ekan, kirar ekan, 2-3 kundan keyin chiqarib yuborar ekan deydi. Mana shu hozir tendensiya shunga qarab ketyapti butun dunyoda. Lekin hech qachon ochiq xirurgiya ikkinchi planga o'tib qolmaydi. Chunki ikkalasining ham o'zining yo'li bor, o'zining o'rni bor. U tomonlama oladigan bo'lsa, albatta yosh katta bemorlar uchun stent qo'yish yaxshi. Chunki yosh katta bemorlar ancha yoshlarda qo'shimcha kasalliklari bo'ladi va umuman yosh kattaligi har bitta operatsiyani og'irlashtiradi. Ya'ni qaytadan tiklanib olish degan narsa bor. Shu narsa qiyin kechadi. Operatsiyadan keyin qoladi. Posle operatsion period deydi. Shu narsa qiyinroq kechadi. Lekin 60 dan 70 dan o'tgan bemorlarga ham koronar shuntlash qilinadi. Qachonki yoki bu bemorlarga qachonlardir stent qo'yilgan. Endi hozir yana bir marta stent qo'ysa bo'ladi, lekin o'xshamay qoldi. Ba'zida bo'ladi stent qo'yganda, o'zimiz oilada ham shunaqa holat bo'lgan. Stent qo'yilgan bo'lgan 10 yil oldin, 10 yilgacha o'zi asli garantiya beriladi stentlarga. Stent qo'yilgan, ichidan yana bir marta stent qo'yishga kelganda stent qo'yildi, lekin u yopilib qoldi. U yopilib qolgandan keyin unda endi koronar shuntlashga to'g'ri keladi. Va asosiy koronar shuntlashga asosiy ko'rsatmalar bu
o'sha toch arteriyalarida ko'pgina sosudlarda yog' to'planib ketsa, uni ko'pincha koronar shuntash qilinadi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Bizga hozir shunday bir savolga javob bersangiz, biz ham yuqoridagi imkon qadar sodir bo'ladigan voqealardan, kasalliklardan o'zimizni ehtiyot qilsak. Yurak faoliyatini normallashtirish uchun qanday tavsiyalar berasiz? Yurak faoliyatini normallashtirish uchun avvalo bu har birimiz, mana siz ham, bizni eshitib turgan insonlar ham hayot tarzimizni to'g'irlash. Ya'ni qanday qilib deganda, bugungi kunda ko'chaga chiqasiz, mashinalarning sonini ko'pligini ko'ryapsiz. Va ko'p narsalar mobilniy bo'lib ketyapti. Ya'ni oson o'tirgan joyda qiladigan bo'lib ketyapti. Ilgari aytaylik, to'yga aytgani, misol uchun bir mahallada yurib aytilgan bo'lsa, hozir Telegramdan taklifnomani rasmga olib tashalyapti, xonada o'tirilibdi yoki yotib turib tashab qo'yapti. Aslida bu oddiy narsa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu hammasi insonni harakatga olib keladi. Ya'ni birinchi o'rinda hayot tarzini o'zgartirish deganda ko'proq harakat qilish. Fizik harakat. Fizik harakat. Ikkinchisi ovqatlanish. Qanday deganda, bizni O'zbekistonda, o'zbek xalqida, tojik xalqida ham, qirg'iz xalqida ham, o'sha O'rta Osiyo xalqlarida shu narsa bor. Kech ovqatlanishlar ko'p, yog'li, og'ir ovqatlanishlar, xamirli ovqat yeyishlar ko'p. Shularning miqdorini yo'q qilib qiyin, lekin kamaytirish kerak. Yog'li mahsulotlarni kamaytirish kerak. Keyingisi chekish. Chekish. Bu aynan ishemik kasallikka aloqador narsa, eng birinchi o'rinda. Qolganlari ham aloqador, lekin birinchi o'rinda. Bu allaqachon isbotlangan ilmiy fakt. Chekish yurakdagi toch arteriyalarida o'sha aterosklerotik blyashkalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ichish bu albatta davleniyaga ta'sir qiladi. Hamma narsa, juda ham ko'p narsa o'zi davleniyadan boshlanadi. Yurakda davleniya ko'tarilishni boshlaydi, u narsa sekin-sekin vaqtlar o'tib yurakda o'sha surunkali yetishmovchilikka olib keladi. Yoki klapanlarda misol uchun qanaqadir muammolar bo'ladi. Umumiy holatda shu aytib o'tganlarni to'g'rilasa, anchagina o'sha yurak kasalliklariga chalinish yoki yurak kasalligi mabodo chalingan bo'lsa ham, o'sha narsa nisbatan Xudo bergan umrni yaxshiroq o'tish ehtimolini ancha balandlashtiradi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Yuragida muammosi bor chaqaloqlarda, misol tug'ilganda o'tib ketadi deyiladi, vaqt o'tib, o'tib ketmay qolishi ham mumkin va bolada umuman olganda tanani o'zini rivojlanishi, jismonan ko'rinishi ham susayishib boradi. Xo'p, bunday holatlarda nima qilish kerak, misol uchun? Xo'p, siz aytgan holatlar juda ham ko'pincha uchraydigan bir nozologiya bor kasallik. Bu defekt межпредсердный перегородки. Ya'ni yurakda 4 ta kamera bo'lsa, o'sha 2 ta kamerasining o'rtasida defekt bo'lib qoladi. O'sha defekt siz aytgandek, mana ba'zi bolalarda yopilib ketadi, yosh o'tgan sari. Agar yopilib ketsa yaxshi, lekin yopilmaydigan bo'lsa, unda u bolani kuzatiladi. Doimiy o'sha 6 oyda bir, bo'lmaganda 1 yilda bir shifokorga ko'rsatib turiladi. Shifokorga ko'rsatiladi va o'sha defekt o'zgaryaptimi yoki o'zgarmayaptimi, kichiraydimi yoki kengayib ketdimi, joyida turibdimi, bular hammasi kuzatib turiladi. Va agar bola o'sha taxminan 3, 4, 5 yoshdan o'tgandan keyin o'zini kilosi bor, ana shu kilodan o'tgandan keyin agar sog'lom bo'lib tursa, o'shanda operatsiya qilinadi. Operatsiyada agar aynan o'sha defekt haqida gapiradigan bo'lsak, bu operatsiyaning yo'li hozir aytib o'tganimdek endovaskulyar, ya'ni tomirdan kirib turib qilishdan ilojisi bor. Kesish shart emas. Hozirgi kunda shuni ham ilojisi bor. Agar bunga yo'q, agar shifokor o'sha operatsiyani qiladigan shifokor o'zi qaror qabul qiladi-ku, yo'q, bu bolaga biz ochiq operatsiya qilishimiz kerak desa, mini torakotomiya deydi, ya'ni yon tomondan, ko'krak qafasining yon tomonidan kichkinagina qilib kesiladi. Suyaklar hech narsa aralanmaydi. O'sha kichkina teshikdan kirib, o'rtadagi defektgacha yetib borib, haligi defektni tikib qo'yiladi. Undan tashqari, undan ham ko'p boshqa faqat o'sha o'rtada kameralarning o'rtasida teshigi bor emas, boshqa paroklar ham bor, tug'ma paroklar. Bu paroklarning aksariyatini ko'pincha yoshlikda iloji qilinadi. Ko'pincha tug'ilganda qilinadi yoki oradan baribir vaqt o'tgandan keyin qilinadi. O'sha bola vesolmaydi, o'z
atrofidagi tengqurlariga qaraganda ancha sekin o'sadi. Buni ota-ona sezadi-da baribir. Lablarida ko'karishlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bola ozgina jismoniy harakat qilganida hansirashni boshlaydi. Chunki yosh bolada bu narsa bo'lmasligi kerak. Yosh katta 70 yoshli inson bo'lsa ekan, endi yosh katta charchadi desangiz ishonarliroq bo'ladi, lekin yosh bolada bunaqa holatlar bo'lishi kerak emas. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Hozir mana yuqoridagi holat bo'yicha yuqori bosim va yuqori sifatli kislorod berish orqali ham buni davolash mumkinmi? Sun'iy ravishda. Tug'ma paroklarni. Yo'q, tug'ma paroklarni toza kislorod berish bilan davolab bo'lmaydi. Buni toza kislorod berib faqat simptomlarni vaqtinchalik kamaytirish mumkin. Agar kasallik avj olib operatsiya qilish darajasiga yetib qolgan bo'lsa. Ya'ni faqat operatsiya. Tug'ma paroklar shunaqa parokki, o'sha agar bitta o'sha defekt haqida gapirdik o'rtada teshicha. Shu yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Ko'pincha qolgan paroklar yaxshi bo'lmaydi. Tug'ma paroklar. Siz mana yurak va qon tomirlari bo'yicha mutaxassis sifatida ayting-chi, mana rivojlanayotgan chaqaloq yoki bolaga sun'iy ravishda toza kislorod berish uni aqliy va jismoniy rivojlanishiga yordam beradimi, bermaydimi? Albatta, bu bolalarda o'zi asosiy muammo o'sha kislorod yetishmovchiligi bo'ladi. Sababi o'sha defekt misolida aytadigan bo'lsak, chunki paroklar juda ham ko'p. Bitta misol qilib olib aytaylik, tushunarliroq bo'lishi uchun. O'sha kameralarda o'rtasidagi teshik haqida gapiradigan bo'lsak, arterial qon bor organizmda va venoz qon bor. Arterial qon ichi to'la kislorod. Venoz qon ichi to'la karbonat angidrid. Uglekisil gaz deydi. Mana shu qonlar bir-biriga aralashib ketadi. Qon bir-biriga aralashgandan keyin arterial qondagi kislorod venoz qonga o'tib ketadi. Venoz qondagi uglekisil gaz arterial qonga o'tib, arterial qon bilan birga organizm bo'ylab aylanadi. To'qimalarga odatdagidek kerak bo'ladigan kislorod yetib bormaydimi? Albatta bu aqliy rivojlanishni pasaytiradi. Endi agar imkoniyat bo'lsa bolaga kislorod berib turilsa, unda albatta bu aqliy faoliyatga ozgina bo'lsa-da ta'sirini ko'rsatadi. Lekin o'sha aytganimdek, baribir bir kun kelib o'sha kasallik avj oladi. Ya'ni o'zi operatsiya ko'pincha ota-ona farzand uchun xavotir olib operatsiyani cho'zadi. Lekin o'sha baribir o'sha holatga kelib qolganda bola u hech narsa yordam bermay qoladi. Faqat operatsiya. Faqat xirurgik yo'l bilan yordam beradigan joyga o'zi kelib qoladi baribir. Kelajakdagi rejalaringiz? Kelajakda endi rejalar xudo xohlasa mana shu kasbda yaxshi o'sha aytganimdek mutaxassis bo'lish, chunki bunga ko'proq yillar vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha aytaylik bemalol o'zimizga qaytib kelgandan keyin 0 dan to o'sha 100% gacha bitta bemorni operatsiya qilib, uni bemalol operatsiyadan keyin olib borib, uni sog' salomat qarindoshlarini qo'liga topshirib, shu shifoxonadan chiqarib yuboradigan darajagacha borib, yetib borsam va o'zimda shu narsaga ozginada bo'lsa-da ishonch paydo bo'lsa, shunda xudo xolasa O'zbekistonga qaytib kelish va shu yerda faoliyatni olib borib, shu yerdagi o'zimizning xalqimizga ozginada bo'lsa-da ta'sir yordam berish va ularning duosini olish. Juda ham soz. Muhammadjon, bugungi mening shifokorim podkastiga ajratgan vaqtingizga rahmat. Kelgusidagi o'qishlarda, ish faoliyatingizda va shu nufuzli joylardagi faoliyatingizda ustozlardan yaxshi ilmlarni olish, yurtimizga xizmat qilish nasib etsin. Aytganingiz katta rahmat sizga ham, sog' bo'ling. Rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarda mening shifokorim deb qidiring. Shifokoringizni tanlab, o'z savollaringizni yo'llang. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan.